Bo'lajak pedagog, talabalarning amaliyotga yo'naltirilgan ta'limi, oliy ta'lim muassasasi va maktab hamkorligi modellari. Samarqand davlat universitetida o'tkazilgan xalqaro forum ana shunday nomlandi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Bo'lajak o'qituvchilarni jahon ta'lim tizimidagi zamonaviy yondashuvlar va ilg'or g'oyalar bilan tanishtirish, ularda tashabbuskorlik hamda ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish forumning asosiy maqsadlaridan biri bo'ldi. Anjumanda 10 ga yaqin xorijiy davlatlardan 60 dan ortiq olim va mutaxassislar ishtirok etdi. Tadbir avvalida so'zga chiqqanlar O'zbekiston ta'lim tizimidagi islohotlar, oliy va umumta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik, xalqaro aloqalarning bugungi ahamiyati va kelajak istiqbollari haqida fikr almashdi. Xorijiy olimlar ham o'z tajribalari bilan o'rtoqlashishdi. Ular pedagogik ta'limdagi xalqaro, milliy va hududiy o'zgarishlar haqida so'z yuritib, amaliy takliflar berdilar. Anjuman doirasida o'tkazilgan master-klasslarda esa zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar amalda namoyon qilindi. Ta'lim jarayonidagi innovatsion yondashuvlar ishtirokchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Men Saudiya Arabistonidan kelganman. Qozon va Samarqandda o'tkazilgan bu ikki bosqichli tadbirda ishtirok etganimdan juda mamnunman. Samarqand va Buxoro shaharlarida bo'lish nasib etdi. Bu shaharlar islom sivilizatsiyasida alohida o'rin tutadi. Samarqand davlat universitetidagi bu anjuman mazmunan boy va samarali bo'ldi. Biz ma'naviy jihatdan ham muhim taassurotlarga ega bo'ldik. O'z tajribalarimizni baham ko'rdik. Bunday forumlar albatta kelgusida ijobiy natijasini beradi deb hisoblayman. Samarqanddagi xalqaro anjuman ta'lim sohasidagi hamkorlik va tajriba almashinuvi uchun muhim maydon bo'ldi. Bugungi bilim ertangi taraqqiyot poydevori ekanini unutmasdan, pedagog kadrlar tayyorlashdagi bunday amaliy muloqotlar kelajak avlod tarbiyasi uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.